ismingiz nima edi? İsmim Umarbek. Ha, Umarbek, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tinchsiz? Yaxshi rahmat. Nima bo'ldi? Bu gemoroy. Aslan. Yosh holatda gemoroymi? Aha. Menga gemoroyda qanday bo'lganini men gemoroyim chiqmagan-ku, bilmayman. Menga holatini tushuntirib bering. Gemoroy shu hojatga chiqqan paytda qiynalardim. Ichingiz qo'tarmidi? Ha, tez qotardi. Aha. Keyin orada bir qonapam turdi. Qonab turardi. Ha, qonab turardi. Keyin nima bo'ldi? Keyin relief qo'yib ko'rdim. Har Xo'sh. xil svechalar qo'yib ko'rdim. Shu relief ham yordam bermadimi? Yo'q. Xo'sh. Vaqtinchalik-da u. Proktologga borgan paytingiz nima dedi? Proktolog dori yozib berdi, baribir bu ham foyda bermadi. Qo'ysangiz. Foyda bermadi. Keyin Hemmertni ko'rdim. Aha. Qayerdan ko'rdingiz? Instagramdan sizni kuzatardim oldin. Aha. Sizdan ko'rdim. Intervyularni ko'rdim. Yaxshi bo'lib ketdim deganlar ko'p ekan. O'shandan keyin olib ishlatdim. Rostini gapiring, bizlarga bu yerga anov kerak emas. Yo'q. Men bilayin. Haqiqatan ham ishlatgandan keyin boshida hafta baribir og'riq bo'lib turdi. Keyin 2 hafta, 3 haftacha og'riq yo'qolib ketdi. Aha. Keyin sezildi. Cho'tka ekan. Endi sharoit sal to'g'ri kelmagandan keyin Hemmertni olmadim. Bo'ldi. Siz yaxshi bo'lganingiz uchun bitta sovg'a berib ketamiz sizga. Bu muammo. Gap pulida emas, baraka toping. Gap pulida emas. Gap sizni sog'ligingizda. Siz yaxshi bo'ling, kerak bo'lsa sovg'asini berib ketamiz. Ha? Hemmert. Foydasini ko'rdingiz. Foydasini ko'rdim. Xudo xohlasa mana 2-oyda qo'yasiz. Xudo xohlasa. Shuni o'zi bilan qutulib keting. Kelishdikmi? Ha, rozimisiz endi? Xudo xohlasa. Ana undan Hemmertdan rozimisiz? Roziman. Bizlar bir sababchi, birodar. Xudo xohlasa. Marjon, joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Rozi bo'lgan bo'lsangiz, beshikda. Salomat bo'ling.